10 ay ichida 5 million qarzni qanday qaytardim? Sizlarga beshimdan o'tgan ishni tafsiliy holatda deb beray, ozg'il foydalanib qilishinglarni umid qilaman. Oqshom bir zo'pin serib o'tib ketib qolsam, meniki bir og'inam bo'lgan. Bu og'inamniki oksi yoshlanib turib tugab ketibdi. Mening ko'nglim shunda yerim bo'lgandi. Oqshom do'yin shuval qilib, nima sababdan tugab ketganligini deb ozroq o'tib ketdi. Shu besim qarzdorchilikning besimining ig'irligidan kallasi kirib olib, shunda yoshlam ketib qopti. Endi bevos telefon qilib manda qiyg'in dey desam, bu og'inam sal o'zimninki deganim rost deb o'ylaydigan bir og'inam. Shu mazoponni tatishni o'ylab qoldim. Qarzi va qarindoshlarimizga foydasi tegib qola. Ham shu og'inam ko'rib qolsam, shu og'inamga bir foydasi tegib qola deb o'yladim. Hamda hammaning xabarida va qarindoshlar men 2020-yili Hojjon choy taomlari deydigan 3 qavat oshxonadan birini ochdim Qashqarda. Keyindan qo'toz go'shi deymiz, bu mahsulotlarni chiqardim. Uning keyindan pochaq deymiz, chasopu yago ish qilib 40 xildek Hojjon markasidagi mahsulotimning o'zi 40 xildan oshdi. Mushkil mahsulotlarni chiqargan bo'ldik, ba'zilaridan ziyon qildi, ba'zilaridan izlashdi, ba'zilaridan cho'tlam taqa ziyon qilib ketgan yerlari bor. Hattoki ba'zilarga setib olmay qolib qolsa, mal-mang hisob degachga nurg'un xo'sh yaxshi setib sotmay qolib qolsa, men akab bir vaqtni o'tkazib, men pulni qaytarib to'lab, mushunda holatda 5,5 million qarz olib ketdim. Tijoratni boshlabdim-da. Qanday qilamiz endi? Adam degan japa kelgan chog'da o'zining iqtidorining qanday chiqib qolganligini bilmaydi ekan. Buni ko'taroladigan adamning beshiga keldigan ish o'xshaydi. Şuna bilan Hojjonniki belak mahsulotlarini qo'yib joyida bir xil mahsulotni tutib turib, to'xta. Men bir oy ichida nech pul to'lasam, nech yil ichida mush pulni tugatib olaman deydigan planni tuzib, shu nuqtaga deb hujum qildim. Qattiq hayrat qildim. Hattoki men mashinada o'ttamsam uyqum kelmaydi. Karvat yasam uxlayolmayman. Oshqil holatda yo'lda, safarda mengib, mushqil holat kallamga o'rnab ketganlikda, mushqil holatda qat'iy bo'shashmay tirishdim. Hamda ba'zan chaqda bak ig'iga kelgan gaplar bor. Menga qattiq quruq gap so'zlar bo'ladi, chunki pul yurib turg'aydan har xil gaplar bo'ladi. Buna gaplarni qat'iy anglamayman. Men ishining men tinib olmayman. Ta'xir qilib turing deyman-da. Mushqil holatda qat'iy o'zim besim bo'lib qoldi, chunki oydim bu deb gap qildi. Bu gapni kallangga kirgizib yoki tang turib baqirish, jaqirish bu qilsanglar tijorat taqinbek to'xtaydi. Uning uchun men ishining diqqat qiladigan bir usul. 10 ko'p pul topgan bo'lsangiz, 10 ko'yning hammasini berib o'tib qolib qolsangiz haqga. Birinchi bo'lib tijoratdan shu zamonlarga yetib qoldik. O'tirliqda xabaringizda bormi? Shu 10-oy, 11-oy atrofida. Chunki men oldingi yilni 5 ko'y topsam, 5 ko'yni yangi qo'yib, 5 ko'y qoldirmay berib o'tib ekanman. 10-oy, 11-oyga kelgan chog'da zavod qo'yadigan pul qolmadi. Tashviqot qiladigan pul qolmadi. Endi bu jidamdan qarz olsak, men qarzni qaytarman deb turib yana qarz olish qat'iy qasam qilyaptimda o'zimga. Hayotlikda hargiz olmayman deb. Shuni bilan mush jarayonda 40 kun veshi japa tortdim. Pul topmadingmi desa, pulni topdim. Topqanim bilan bishkoy hajlamay qarz to'layaptim. Tirishiyapman, yanjuqda bishkoy yo'q. Qarzlar to'layapman-da. Mushkul holatlar olib, shuni bilan o'ttirliqda bir gap menga veshi ta'sir qilib qoldi. Buni do'yinda ko'rgan gapda bu. Odamning g'imi pul bo'lib qolib qolsa, bu cho'ng masala emas. Puldan g'imingiz yutkilib ketib qolib qolsa o'ylab boqing. Ya kasal, ya oila tavobatingiz, ya o'zingiz tan salomatligingiz. Mening g'imi choplashib qolsa, bu qarzdorchilikda veshi degan bir gap kallamga kirib qoldi-da. Shuni to'xtatilishadi. Men amaliyot voyjon bo'ldi, charchab ketdim, u yoqdan tijorat qilaman deb, men yoqdan manda ziyon tortqicha deb dadamning qishig'i chirib, dada deblam tizlansak, ya xapimmigan men ziyon tortdim, men sen 4 balan kelman desak, ham tuytib berdi. Chunki dadamizning qo'lda 5 ko'yin puli bor edi. Lekin men ayinchaqda oshxona ochgan chaqda manda bir gapni qilib ketdim-da dadamga.